Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Nyu-York Xitaylar namlıq ündidar salonunun 1 fevralda qo'llanmasiga ko'ra, Trump Amerika prezidenti bo'lgandan boshlab Amerika hukumati maxsus buyruq e'lon qilib, fan texnika, injenerlik, matematika qatorliq kasblarda o'qimoqchi bo'lgan Xitoy o'quvchilariga viza berishni cheklagan bo'lib, Amerikada o'qiyotgan 37 ming Xitoy o'quvchining 40% mush kasblarda o'qiydi ekan. Shu vajdan Xitoy Ma'rif ministrligiga qarashli davlatlik chet elga chiqib o'qish fondi komiteti 1-oyning 16 kuni har qaysi o'lka va bevosita qarashli shaharlarning ma'rif nazoratlariga 2023 yillik to'liq o'tir maktab bitirgan munavvar o'quvchilarning Rossiyaga o'qishga berishni qo'llash planining xillash uqtirishi nomli hujjat tushirib, ularni Rossiyaga berib o'qiydigan o'quvchilarni tizimlash va o'qish mukofot puli bilan ta'minlashga buyurgan. Egincha Rossiyaga o'tilmoqchi bo'lgan bu o'quvchilar asosligi aniqlik darajasi yuqori fanlar, avasiya olam bo'shliq ilmi, mexanik kesimchilik, yadro energiyasi qatorliq tabiiy fanlarda o'qitildi ekan. Shundaqla hukumat tarafidan Rossiyaga o'tiladigan bu o'quvchilar Xitoy qaytib kelgandan keyin hukumat tarafidan xizmatga taqsim qilindi ekan. Mazkur uqtirishda ko'rsatilishicha, Rossiyaga berib o'qiydigan to'liq kurs o'quvchilarining Rossiyada o'qish muddati 5 yildan 6 yilgacha bo'lib, bular ham Rossiya ham Xitoy hukumati ta'minlagan qo'sh o'qish mukofot pulidan, shundaqla bir qatimli xalqaro sayohat haqidan bahramand bo'ldi ekan. Turkiyadagi Yeni Shabaq to'rining 3-fevraldagi xabariga ko'ra, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisining raisi Sabah Korosi Xitoyni 4 kunlik ziyorat qilgan bo'lib, uning bayonotchisining bildirishicha, u Xitoy doiralari bilan bo'lgan suhbatlarda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik musulmon millatlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiliklarni tilga olgan. Egilincha Korosi bu qatimliq safarni 1-fevral boshlab sijil taraqqiyot va suv boshqarish turlari ustida ishlayotgan yuqori darajali hukumat amaldorlari va tadqiqotchilar bilan ko'rishgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi raisining bayonotchisi Paulina Lobiak bu qatimliq safar haqida mundaq degan. Rais Sabah Korosi bugun Beijingda Xitoy davlat ishlari komissari Wang Yi bilan ko'rishdi. Rais Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi rahbarlik roliga va dunyodagi kishilarni hamda yer sharini qo'llash tirishchiligiga rahmat etdi. Kubiyakning aytishicha, mazkur uchrashuvda bexatarlik kengashining islohoti, Ukrainadagi urush va uning dunyo iqtisodiga ko'rsatgan ta'sir qatorliq boshqa temalar muzokara qilingan. Lekin mushundaq bir uchrashuvda Uyg'ur masalasi faqatla tilga olinmagan. NDTV to'rining 4-fevraldagi xabariga ko'ra, Pokistonning Panjab o'lkalik hukumati bu o'lkada doim yuz berib turadigan qurolli hujumlar jarayonida mazkur o'lkada yashaydigan Xitoy fuqarolarining hammasini qo'g'dab bo'lmaydiganligini bildirgan va ularni shaxsiy bexatarlik shirkatini taklif qilishga undagan. Panjab ichki ishlar nazoratining mazkur bayonoti 2-fevral Peshawar shahrining Saqchi mudofaa rayonidagi bir masjidga qilingan ajallik terrorlik hujumidan bir necha kundan keyin e'lon qilingan bo'lib, shu qatimli hujumda ko'pinchisi Saqchi bo'lgan 101 odam qazo qilgan edi. Halbuki Panjab o'lkalik hukumat Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorida va bu o'lkadagi hukumatga munosabatlik boshqa turlarda ishlayotgan Xitoy fuqarolarini davomli qo'g'daydiganligini bildirgan. Japon Times to'rining 4-fevraldagi xabariga ko'ra, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti taraqqiyot programmasi Krizis byurosining direktori Asako Okai Yaponiya shirkatlarini o'z tijoratlaridagi kishilik huquq masalalarini hal qilish uchun texnik ko'p tirishchilik ko'rsatishga undagan. Va xalqaro axloq o'lchamlariga uyg'unlashamasligining Yaponiya shirkatlarining xalqaro bozordagi faoliyatlariga og'ir xavf keltirganligini eskartib shundaq degan. Agar Yaponiyadagi shirkatlar bu masalani to'g'ri usulda hal qilolmasa, Yevropa va Amerika bozorlaridan mahrum qilishi mumkin. Asako Okai Birlashgan Davlatlar Tashkiloti taraqqiyot programmasining Sharq Turkistondagi vaziyatga diqqat qilayotganligini bildirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti taraqqiyot programmasi shirkatlarning tijorat va ta'minlash zanjiridagi kishilik huquq dafsanchiligining oldini olish, azaytish va hal qilishga yordam berish uchun mas'uliyat tekshirish jihatidagi tarbiyalash materiallarini tarqatgan bo'lib, Sharq Turkistondagi majburiy emgak aloqador ta'minot zanjirlari bu jihatdagi asosli diqqat obyektlari ekan. Fibrin to'rining 5-fevraldagi xabariga ko'ra, yerlik taratqularning xabar qilishicha, Bengalning har qaysi joylarida 5-fevral qo'lchi qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan bir qator namoyishlar berilgan bo'lib, faoliyatchilar Xitoyning vahshiy jinoyatlarga, jumladan Sharq Turkistondagi yerlik millatlarga, bo'libmi Uyg'ur musulmonlari qaratgan zo'ravonliklarga va irqiy qirg'inchilikka e'tiroz bildirgan. Masalan, Sanjitan Nagarik Samaj tashkiloti Bengalning G'azpur shahrida inson zanjiri va norozilik namoyishi tashkillagan. Shuning bilan bir vaqtda Bengaldagi Sampriti Sansat Paravalliq jamiyati Tak shahrida velosipedlik namoyish tashkillagan. Mazkur yig'inga Bengal Islom fronti Chittagong janubiy qanotining raisi Mavlana Nurul Islom, Bengal Islom frontining raisi Mavlana Matin va Bengal Islom frontining bosh kotibi Abdusamad qatorliq 500 ta kishi qatnashgan.
Ziprin Tor'ның 5 fevraldagi xabari ko'ra, Kanada parlamentining Avam palatasi 2 ayning 1 kuni bilan tashlab, Xitoy ishg'oliyatidagi Sharq Turkistondan qochib chiqib, 3 bir davlatda yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rlashtirish to'g'risidagi qaror loyihasini birdek ovoz bilan, ya'ni 0 ga qarshi 322 ovoz bilan ma'qullagan. Demak, mazkur qaror loyihasiga hech bir palata a'zosi qarshi bilan tashlamagan. Hatto bosh minister Justin Trudeau va uning kabinet ministrlari ham mazkur qaror loyihasini qo'llab ovoz bergan. Mazkur qaror loyihasida mundaq deyilgan: Uyg'urlar Xitoy hukumatining Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonga qaytarilib ketish besimi va tahdidiga duch kelmoqda. Ular u yerda keng ko'lamda xohlagancha tutqun qilinish, bolalarning ota-onasidan xohlagancha ayirib etilishi, majburiy tug'mas qilib etilish, majburiy emgakka selinish, qiyin qistoq va boshqa vahshiyliklarga duch keladi. Bu qaror loyihasi Xitoyning ziyonkashligidan qochib 3-davlatda yashayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy asonliq millatlardan 10 ming kishini 2024-yildan 2026-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Kanadaga yetkazib kelishni o'z ichiga oldi ekan. Qaror loyihasining 1 fevral ma'qullangan oxirgi nusxasida hukumatning 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga yetkazib kelish planini 100 kun ichida parlamentga bildirishi. Shundaqla bu loyihaning faqat Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni o'z ichiga olganligi ta'kidlangan. Halbuki Xitoy diplomatiya ministerligining bayonotchisi Mao'ning 2 ayning 3 kuni Kanada hukumatini Sharq Turkistonga munosabatlik masalalarni yomon g'araz bilan suiiste'mol qilish, xato uchur tarqitish va jamoatchilikni qaymoqtirish bilan ayblagan. Uningdan boshqa Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakillar o'mrikining yuqori darajalik amaldori Jang Duemo tarixda Kanada yerli xalqlarning zaminini bulantalan qilgan, ularni o'ldirgan va kulturni vayron qilgan degan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.